одну ночь. Тебя позабыться одну ночь. Не могу тебя отпустить одну ночь. Ночной рейс у окна в правом ряду. Мы летели исполнять мечту. Я без слов тону в твоих глазах. Я хочу вспомнить, но как мне все упомнить. Взгляд в твои глаза, словно смотрят на меня. Тебя я вижу вновь, наверное, любовь затронула меня. Сердце затревожило, сердце затревожило, сердце затревожило, затревожило. У руины же любви сдаю, кричу в небеса от безумия, от безумия. Не могу тебя разлюбиться одну ночь. Тебя позабыться одну ночь. Не могу тебя отпустить одну ночь. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu iloyim. Ta'zim qil. Voy o'lay aqlli qizim ha. Tushgan joyda tosh bo'l bacham. Tosh kiysa kema qizingiz baxtli bo'l, saodatli bo'l iloyim. Xayril muborak, anta xayril muborak. Bu yoshlarimiz qo'sha qarasin, piri badavlat bo'lsin. Nozimjon bilan Samirajonim baxtli, taxtli oila qurib tinch farovon yashasın iloyim. Alloh kamiya ko'p bilsin iloyim. Uzoqlarda Farida yuribdi iloyim. Faridani ham kasb-koriya umri joniga barakasi bersin. Ibodatjon sani ham kasb-koriya umri joniga, umidjon sizni ham kasb-koriyangizga umri joningizga chiqqan qizing iloyim baxtli, taxtli bo'lsin, uvali juvali bo'lsin, yuzing qizil bo'lsin, tiling uzun bo'lsin. Allohim ko'pi qatorida bular ham baxtli, saodatli qatoriga qo'shsin. Bizlar duo qilishdan charchamaylik. Rabbana atina fid dunya hasanatan fil oxirati hasanatan va qina azoban nar va qina azobal qabr. Baxtli, taxtli bo'ling. Amin. Allohu akbar. Rahmat. Baxtli bo'lsanglar bachajonim. Nozimjonning tavug'i. Qancham yo'li tosh ekan. Qancham yo'li tosh ekan. Qizchalari yosh ekan. Qizchalari yosh ekan. Olay desam pulim yo'q. Opay desam bo'yim yo'q.
o'tgan kampirni poylar. Mazashlaysa, mazashlayt. Mazashlayt. Toqqa chiqdim beta yo'q. Toqqa chiqdim beta yo'q. Xotin oldim bequloq. Xotin oldim bequloq. Daraxti pista. Uning shoxlari 100 ta. Zamonamiz qizlari. Kaptiva minishga usta. Emas minishga usta.
Sana kolay zaminle ama bana. Oraya hayırlı mübareksin. Elom kız biz düşken joydan toş bulsun, uvali cuvali bulsun. Sağ bulsun, selamet bulsun. Allah kupu katorda bilariyem baxt, saadet ato etsin. Sağ buyla selamet buyla yullabız iloyim bir xatar bulsun, sağ bitip selamet gider. Amin. Allah bahtını bilsin. Baxtlı bilsin. Buti. Haya canım. Ayın makallar kursan bunu buyursun canım. Fakat anaş tüylerin maksın. Ha bir de moşum bu, 2 dakika moşum bu olaydı. Deve.
Oilaga o'z ko'rsatmasi qolgan. Qaranglar, bu keyinga boshlaydilar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, muhtarama aziz mehmonlar, xonimlar va janoblar. Assalomu alaykum. Bugun har ikki silola uchun qadrli bo'lgan aka, uka, opa, singillar. Avvalambor siz azizlarimiz bilan Oltin kuzning 25 oktyabr sanasida go'zal Koshona Grand Kumush tantanalar saroyida ko'rishib turganimizdan benihoyat xursandmiz. Aziz do'stlar, muhtaram mehmonlar, kechamizning shohu malikasi kelin-kuyovlarimiz qadam rajda qilyaptilar. Sizlardan iltimosimiz bor, keling ularni munosib ravishda barchangiz o'rningizdan tik turgan holatda davomiy guldiroz qarsaklaringiz ostida kelin-kuyovlarimizni kutib olsangiz. Nozim, Samiraxon qadam rajda qiladilar. Ularni esa estradamizning yorqin yulduzi Aziz Mahmudov kutib oladilar. Marhamat. شب عروسی امشب همه میگیم مبارک برای این دوماد ما عروس گل مبارک شب عروسی امشب همه میگیم مبارک برای این دوماد ما عروس گل مبارک 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 عروس گل مبارک 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 Qarsini eshitmayapti. Aziz mehmonlar, guldiroz qarsilarimiz. Yeshi, to'ylar muborak bo'lsin. Hadi çalın
Muhtaram mehmonlar, xonimlar va janoblar, gulduros qarsilarimizni chalib qo'yaylik keling kuyovlarimiz uchun. Olqishlar nimagadir eshitilmayapti. Balandroq chaling qarsaklarni. To'ylar muborak bo'lsin Nozimjon, Samiraxon, o'zimni chiroyli qizim, singlim, yarashib turgan oppoq liboslar muborak bo'lsin. Nozimjon, kuyovlik to'ylar sizga muborak bo'lsin. Chin qalbimdan tabriklayman. Aziz do'stlar, muhtaram mehmonlar, bugun Grand Ko'mish vazmgohida ikki silola Huseynovlar oilasi, Akilovlar oynasi qudachilik rishtasini mustahkam bog'lab, go'zal yoshlarimiz, chiroyli juftliklarimiz, kelin-kuyovlarimiz Nozimjon, Samiraxonni to'ylarini nishonlashyapti. Barcha mehmonlarimizga avvalambor xush kelibsizlar. Nuridiyda toji sar deymiz. Marhamat, barchangizni o'z o'rindiqlaringizni egallab olishlaringizni iltimos qilamiz. Biz esa bugungi to'yimizni boshlar ekanmiz. To'yni boshida bitta iltimosim bor. Faqat barvaqt turib ketishlar bo'lmasin. Chunki bu daqiqa, bu lahzalarni Farida opam necha yillar orzu qilib kutganlar. O'zlaringiz bilasizlar, necha yildan buyon Musofir shahrida ishlab kelyaptilar. Hozir bizni opam primoy efir orqali tomosha qilyaptilar. Agar mumkin bo'lsa, birinchi qarsakni Farida opam uchun chalib beringlar. To'ylar muborak bo'lsin opajonimga. Chin qalbimizdan tabriklaymiz. Farida opajon, assalomu alaykum. Bugun oilangizni quvonchli kunlari sizga eng avvalo muborak bo'lsin. Samiraxon, qaynonangiz menga bir narsani iltimos qildilar. Qaynonangiz nomidan aytaman. G'arib bostonamni o'pib keldingiz. Lohchinimni ko'nglini topib keldingiz. Zarib popib, baranja yopib keldingiz. O'zga uydan uchib keldi kelinjonim. Oy yuzligim, kun yuzligim, to'lin oyim. Siz kelib, ro'zg'or ishlar tinib qolar. Qozon, tovoq so'zingizga kirib qolar. O'zga uydan uchib keldi kelinjonim. Oy yuzligim, kun yuzligim, to'lin oyim. Yuragimni to'rlaridan joylar berib, sizginani o'zginamga moslab qo'yib, xonadonim, or nomisi, ori dedim, jonim kelinim, bugundan boshlab sizni kelin emas, qizim dedim dedilar. Sizni qiz qilib qabul qilgan qaynonangiz nomidan xush kelibsiz. Shu xonadonda to'p yozing, palak yozing. Nozimjonni bir umr baxt yulduzi bo'lib qoling. Shunday chiroyli, baxtli oilani barpo etinglarki, Alloh sizlarni yomon ko'zlardan o'zi asrasin. Nozimjon, Samiraxon, inson hayotga taqdim etilgan kungacha Alloh uni taqdirini yozib borar ekan. Dunyoga kelgan kunidayoq umr kitobi boshlanar ekan. U esa hayoti davomida inson o'z qo'llari bilan yozib borar ekan. O'tayotgan daqiqa, boshlangan hayotlaringiz, umr kitoblaringiz faqatgina quvonchga, go'zallikka, shodiyona daqiqalarga limmolim bo'lsin. Eng chiroyli, eng baxtli oilalar qatoridan o'rin egallang. Sevib, sevilib yashang. Solih-solihi farzandlarni ota-onasi bo'lish sizlarga nasib qilsin. Baxtlaringizga hech qachon ko'z tegmasin. Bugungi nikoh oqshomlaringiz, yangi hayot, muhabbat qasringiz muborak bo'lsin deymiz. Va marhamat, sizlarni taxt ramonlaringizga o'tirishga ruxsat beramiz. Azizlar, davramiz ochiq deb e'lon qilgan ekanmiz. Muso aka, Madina opam nomlaridan, Umid aka, Ibodat opam nomlaridan hammalaringizga xush kelibsizlar deymiz. A'lo kayfiyat, yoqimli ishtaha tilaymiz. Yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Bugun bayram, aziz mehmonlar. O'zlaringiz bilasizlar, 25-oktyabr ichki ishlar xodimlari bayrami. Agar mana shu davrada ichki ishlar xodimlari bo'lsalar, ularni chin qalbimdan tabriklaymiz. Vatanimiz posbonlari, vatanimiz qo'rg'onlari, bizning tinchligimizni himoya qilib kelayotgan ichki ishlar xodimlariga ham bitta qarsiylar bo'lsin, bayram muborak bo'lsin deymiz. Azizlar, ana endi ruxsat bersangiz, barchangizning katta ekranga e'tibor berishlaringizni, o'tganlarimizni yod aylaymiz. To'yning boshida Qurbon bobo, Hamro ona, O'lmas bobolar o'tgan ekanlar. Marhamat, Grand Ko'mish bazmgohining katta monitoriga e'tibor berasiz. Xotira roligini sizlarga havola etamiz. To'ylar muborak bo'lsin. Marhamat.
Ey mehribon bobom, buvim, sizlar ketgan kun uyimiz yetim qoldi. Devorlari jim, derazalar qarovsiz, hovli ham sizlarsiz bo'shab qoldi. Siz ketgan kun men bolaliklarimni yo'qotdim. Qaytmas xotiralar ko'nglimni to'ldirib, bir qarash, bir mehribon so'z, endi faqat xotira, faqat sog'inch qoldi. Qachon rasmlarga qarasam, ko'zim yoshlanadi. Qachon duoda qo'l ochsam, ismlaringiz tilimda chiqadi. Ey Allohim, rahmat qil deyman, ruhlarini shod etgin deyman. Bobojon, sizsiz hayotimda bo'shliq bor. Buvijon, sizsiz yuragimda og'riq bor. Ammo mehringiz doimo yonimda. Duoingiz qalbimni qo'llab-quvvatlaydi. O'tgan kunlar qaytmaydi, lekin izlaringiz o'chmaydi. Siz ketgan bo'lsangiz ham sevgimiz tugamaydi. Ey mehribonlarim, bizni tashlab ketdingiz, ammo qalblarimizda abadiy yashayverasiz. Bir kun kelar biz ham ketamiz bu yo'ldan. Sizlarga qo'shilamiz abadiy dunyoda. Shunda yana birga bo'lamiz, jannat bog'larida uchrashamiz. Shu bois bugun yig'lab duo qilamiz. Yuraklarimizni sizlar uchun ochamiz. Ey bobojon, ey buvam, ruhingiz shod bo'lsin, joyingiz jannatda bo'lsin. Xo'sh kelibsizlar aziz mehmonlar, xo'sh kelibsizlar. Joylari jannatda bo'lsin. Ortda qoldi necha kunlar, dilergadir ulgurmay qoldim, yodimdadir bobom, onam ko'zlari, men ularga to'ya olmay qoldim. Afsus, u kunlar endi qaytmaydi. Dilimda armonim bir umr qoladi. Bobojon, onajon, biz sizni juda sog'indik. Joylari jannatda bo'lsin. Bu kunlarni qancha orzu qilib kutgandilar. Afsus, o'lim haq. Qolgan umrlarni Alloh nabiralarga, farzandlarga payvand qilgan bo'lsin deymiz. Azizlar, ana endi ruxsat bersangiz, sahnaga san'atkorlarimizni, sozandarimizni taklif qilar ekanman. Ularning san'atlaridan, ijodlaridan bahra oling. Bugun sizning xizmatingizda o'zining iste'dodi, san'ati, avtorskiy qo'shiqlari bilan millionlab muxlislar qalbidan o'rin egallagan san'atkorlarimiz Aziz Mahmudov, Buzalxonim, Sharqoniy vokal cholg'u ansambli. Firdavs Nabiy boshchiligida bugun sizning xizmatingizda to'ylar muborak bo'lsin azizlar. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli aziz xonlar, barchalaringiz ko'rganingizdan bahayotdan xursandmiz. Sizni bizni mana shu foizli dasturxon yozib taklif qilgan to'y sohiblariga to'ylar muborak bo'lsin. Va albatta bugun kechamiz asosiy sababchilari kelinkiyolarga baxt saodat tilaymiz. Aziz mehmonlarimizga esa yaxshi kayfiyat, yoqimli ishlar qilib qolamiz. Xush kelibsizlar. To'ylar muborak bo'lsin. Shaydo yigit, nigohing otash sening voh ichimni yondirar.
yonaman, yonaman, kuygaman seni sevaman. Ro'paramda, ro'paramda, ro'paramda o'tirar ko'zlari shahlo go'zal. Ro'paramda, ro'paramda, ro'paramda o'tirar qoshlari barno yigit. Ro'paramda o'tirar qoshlari barno yigit. چشمای قشنگ تو ستاره من، دوست دارم، دوست دارم، ای عزیزم ای بهارم دل عاشق من. دوست دارم ای دوست دارم، زندگی من ای بهارم دل مهربونم. زندگی من ای بهارم دل مهربونم. Qoshlari barno yigit. Ro'paramda o'tirar qoshlari barno yigit. Ro'paramda, ro'paramda, ro'paramda o'tirar ko'zlari shahlo go'zal. Ro'paramda o'tirar ko'zlari shahlo go'zal. Herkese iyi akşamlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu gece gelin ve damatımıza mutluluklar diliyoruz. Sadece sizler için, güzel şarkılarımız sizler için. Hoş geldiniz. Rahmat, rahmat. Aziz Mahmudov, Go'zal xonim. Go'zal tarona yangradi san'atkorlarimiz tomonidan barchangizga yoqimli ishtaqa tilaymiz. Marhamat azizlar, shohona dasturxonlarimiz sizlar uchun. Grand Kumush bazmgohining mohir qo'li shirin oshpazlar, ofitsiantlari sizlarning xizmatlaringizda Nihol video studiyasining professional foto video operatorlari bugun go'zal lahzani tarix zaroqlarga muhrlashyapti. Ayni daqiqalarda biz davramiz markaziga yoshlari ulug', qadamlari qutlug', qo'llari duoda, umrlari ziyoda bo'lgan Zahro onajonim bilan Shahro onamni taklif qilmoqchiman. Onajon, kelinglar qani davramiz markaziga. Zahro ona, Shahro onajon, bugun birlaringizga nabira kuyov, nabira kelinlar muborak bo'lsin. Xonadonimizni farishtasi, sarishtasi, duogo'ylarimiz umrlari uzoq bo'lsin deymizda. Davraga Zahro onajonim, Shahra onajonim taklif qilmoqchiman. Yonlarga boramizmi? Mayli, mayli. Bemalol. Onamni urintirib qo'ymaymiz. Assalomu alaykum. Onajonim, muborak bo'lsin to'ylar. Sog' salomatmisiz? Bugun quvonchli kunlaringiz ekan, biz sherik bo'lyapmiz sizga. Hammamizni duo qilsangiz sizdek pir badavlat bo'laylik. Nabira to'ylarni ko'rish nasib qilsin. Yoshlarimizga Alloh shirin shakar farzandlar nasib qilsin deb nabirangizga qarab bitta duo qilasiz. Maylimi? Marhamat. Xush kelibsizlar aziz mehmonjonlar, xudojonlar. Kelinjonim, xush kelibsiz Aynalay. Qurboni qadamlaysiz. Nozimjon bilan qo'sha qaring iloyim. Baxtli bo'linglar. Ishlabdiki. Qo'sha qaringlar onajonim. Bo'lib boshqa. Rahmat onajonim. Bugun Farida opam nomlaridan sizga rahmat aytmoqchiman. Ona bor dunyoda mening yashashim boshqacha. Onajonim bor dunyoda yashash boshqacha. Farishtalar o'tib o'ngu so'lingizdan ibrat olsin siz yurgan yo'lingizdan. Onajon, aylanayin bolam degan tilingizdan. Boringizga shukr onam, boringizga.
Boringizga shukr, duolaringiz uchun rahmat. Sog' omon bo'ling. Bitta qarsakcha beringlar onajonim uchun. Umrlari uzoq bo'lsin. Rahmat. Shahro onam. Onajon, keling qani davramizga. To'ylar muborak bo'lsin. Bugun hayotingiz eng baxtli kunlari. Samirani beshiklarga baylab, allalar aytib, esingizdan o'sha kunlar niyat qilgandingiz-a, to'yini ko'ray deb. Alloh yetkazdi onajonim. Umringiz uzoq bo'lsin. Duolaringiz marhamat. Assalomu alaykum aziz mehmonjonlar, xudojonlar. Xush kelibsizlar. Nuri deyda toji sar. O'tganlarimizni Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Tog'ajonimni, hamroqdomi, Qurbon bobosini Xudo rahmat qilsin. Ilohim bu 2 yosh qo'sha qarisin, baxtli taxtli bo'lsin. Farida jonim musofir yurtlarda ishlab yuribdi. Ilohim umri uzoq, rizqi farog' bo'lsin. Topganlarni faqat to'y tomosha murodlarga sarf qilsin. Bugun ibodat qizimni tug'ilgan kuni ham. Qo'shaloq bayramimizda ibodat qani ilohim umring uzoq bo'lsin, rizqing farog' bo'lsin. Ilohim umid domod bilan qo'sha qari ilohim bala chaqalaring huzur halovatini ko'r. Ilohim sog' salomat bo'l, tug'ilgan kuning yana muborak bo'lsin. Rahmat ayajon. Onajon, sizga rahmat. Bugun sizni ona bo'lgan kuningiz. Ibodatxon nomidan sizga rahmat aytaman. Dunyolarga keltirgan, meni mehr bilan katta qilgan ayajonimga katta rahmat. Ayajonim meni dunyoga keltiribdilarki, men bugun mana shu to'ylarni guvohi bo'lyapman dedilar. Har tola sochlari jonimdan aziz. Sog' omon yurgani tilloh taxtimdir. Dardimga darmondir aytgan har bir so'zlari. Meni onajonimni borliklari mening baxtimdir. Umringiz uzoq bo'lsin. Sog' bo'ling. Qirolichalarisiz. Ana endi davraga onalarni taklif qilamiz. Navbat san'atkorlarimizga kuyovning ham onalari, kelin tomonidan katta onalar birgalikda. Yoshlari ulug' onalarimiz raqsga. Nasiba xola, Dilfuza xola, qani kelinglar. Nasiba xola, Dilfuza xola. Bu tomondan ham marhamat. Farida opamni katta amma xolalari bo'lsalar, onajonlarim, kelinglar birgalikda. Qani ketdik marhamat. Onajonlarimizga to'ylar muborak bo'lsin, marhamat. Davra muntazir. Ajoyib taronlarimiz onajonlarimiz uchun. Shudi 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 shudam az g'am kun ozodam. Shudi 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 shudam az g'am kun ozodam. Do'stona migim mehandin در بلویگم میبندین دوستانم میگه میهندین در بلویگم میبندین marhamat, tabrik so'zlar bilan onajonlarimiz. Marhamat. Assalomu alaykum aziz mehmonjonlar, uzoq yaqindan kelgan aziz yor birodarlar. Bu chiroyli dasturxonni bizlara chiroyli qilib bezatgan Faridajon, sana rahmat. Umid, Ibodatjonim, sana katta rahmat. Bu yoshlarimiz qo'shib qarib, pir badavlat bo'lsin. Chiroyli hayot bersin Allohim. Allohim qancha umr beribdi, faqat sihat salomatlikda, do'stlar davrasida nashna yomon kunlar bo'lmasin. Ha bu nimani sababchisi men Ibodatjonim. Jiyanlarim ichida eng men endi aytib bera olmayman sizlarga. Juda og'ir, vazbin, qo'li gul meni jiyanim bugun tug'ilgan kuni. Ibodatjon, seni tug'ilgan kuning bilan tabriklayman. Sana uzoq umr, sihat salomatlik, hech qachon yomon kuning bo'lmasin. Ana shu yoshlari faqat baxtli, chiroyli kunlarni ko'rish nasib ro'z aylasin sana. Hech qachon yomon kuning bo'lmasin. Samirajon, Nozimjon, sizlarga baxt tilaman. Uzoq umr, sihat salomatlik,
hech qachon hayotda qoqilmanglar. Faqat chiroyli hayot kechirishingizga tilakdoshman. Ha, e'tiborlaringiz uchun rahmat mehmonjonlar. Rahmat, marhamat, ketdik davramizga. Mehribon, Munisa, onajon, hammajonlar raqsga cholab qolamiz. Alloh rozi bo'lsin. Tashakkur. Marhamat. Marhamat, davra muntazir. O'ynaysiz onajonim, bugun to'yimdam o'ynang. O'ynaysiz onajonim, bugun to'yimdam o'ynang. Hey shaylar kutdingiz, bu to'ylarga yetdingiz. Hatto bir narsani on o'ynang endi onajon. Yaxshi. Bolam to'yib to'naydi, mahkam uni tilaydi. Bolam to'yib to'naydi, mahkam uni tilaydi. Nabirali bo'laydi, nabirali bo'laydi. Hatto bir narsani on o'ynang endi onajon. O'ynaysiz onajonim, bugun to'yimdam o'ynang. O'ynaysiz onajonim, bugun to'yimdam o'ynang. Her shaylar kutdingiz, bu to'ylarga yetdingiz. Hatto bir narsani on o'ynang endi onajon. Bolam to'yib to'naydi, mahkam uni tilaydi. Bolam to'yib to'naydi, mahkam uni tilaydi. Nabirali bo'laydi, nabirali bo'laydi. Hatto bir narsani on o'ynang endi onajon. O'ynaysiz onajonim, bugun to'yimdam o'ynang. O'ynaysiz onajonim, bugun to'yimdam o'ynang. Hey shaylar kutdingiz, bu to'ylarga yetdingiz. Hatto bir narsani on o'ynang endi onajon. Yaxshi. Aha! Yaxshi. Mo'ylari rayhona hon, menga misoli germon. Mo'ylari rayhona hon, menga misoli germon. Elbette meni yomon, yomonlikdan olib git. Elbette meni yomon, yomonlikdan olib git. Kecha xayrlashmagin, bayramlar olinay. Lekin meni jonimni sochlaringga baylab git. Kecha xayrlashmagin, bayramlar olinay. Lekin meni jonimni sochlaringga baylab git. Aha! Yaşa! Gün uzun olmaz, sensiz yaşam olmaz. Gün uzun olmaz, sensiz yaşam olmaz. Hayvatını vermez, aşkımın olsunsa. Hayvatını vermez, aşkımın olsunsa. Gece hayırlaşmayın, bayramın olmayın. Ekim beni canımla, saçlarına baylayın. Gece hayırlaşmayın, bayramın olmayın. Ekim beni canımla, saçlarına baylayın. Aha! Yaşa! Aha! Bu dünyaya geldim canım sanırım. Gülmeden heyecanlanım sanırım. Bu dünyaya geldim canım sanırım. Gülmeden heyecanlanım sanırım. Hicranette zat çekip bitirim. Her lahzayı her bir anım sanırım. Her lahzayı her bir anım sanırım. Birer kişiden birer canım sanırım. Damarımda kanım kanım sanırım. Birer kişiden birer canım sanırım. Damarımda kanım kanım sanırım. Yaşa!
o'ylanadilar. To'ylar mana bo'lsin. Rahmat, rahmat bo'ling, sog' salomat. Azizlar, hayotimizni eng asosiy qismini, aziz do'stlar, bu hayotda ota-onalarimiz o'rnini bilib, ular uchun hayotimizni baxshida etar ekanmiz. Ota-ona esa farzandlarni hayoti uchun boriki bori jonni berishga tayyor inson bo'lar ekan. Shodliklarim sig'may ketar tanamga. Bolam deya kirib kelsa xonamga, farishtaga o'xshar deyman aslida, farishtalar o'xshar meni mehribon onajonimga. Onajon, yana bir bora hammasi uchun rahmat. Boringizga shukrlar bo'lsin. Hech qachon kasal bo'lmang. Umringiz uzoq bo'lsin. Tilaklarimiz, duolaringiz Alloh tomonidan ijobat bo'lsin. Yoshlarimizga hamroh bo'lsin deymiz. Azizlar, davramiz davom etadi. Marhamat, hurmat ila davraga Nozimjonni tog'olarni taklif qilmoqchimiz. Tog'o misli padardir. Hurmati jon qadardir deb bejizga aytishmagan. Komil aka, Xayrulla aka, Anil aka boshchiligida tog'ajonlarimiz she'rdarlarmi? Tabriklar bormi tog'alar nomidan? Agar tabrik so'zlar bo'lsa, tog'ajonlar, tog'a xotinlar, tabriklaysizlarmi, yangi poshsholar? Tilaklaringiz keling. Assalomu alaykum. Xizmatlaringizga rozi bo'linglar. Sog' tog'ajonlar yo'qlarmi? Kesinlar tog'ajonlar. Qani sizlar? Mana Farida opam hozir sizlarni primo efir orqali ko'rib turibdilar. Shunday ekan, agar mumkin bo'lsa, men uchala tog'ajonimizni ham taklif qilmoqchiman. Ularga alohida rahmatim bor. Sog' bo'linglar, hayotda qo'llab-quvvatlab kelganlaringiz uchun. Sizlarning o'rnlaringiz, hurmatlaringiz, mehnatlaringiz juda ham katta Farida opam oldilarda. Hammasi uchun rahmat. Sog' bo'linglar. Marhamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum xonimlar va janoblar. Qavm va qarindoshlar, uzoq yaqindan kelgan aziz mehmonlar, xush kelibsizlar, qadamlaringizga hasanot. Mana bugun eng ko'hna Samarqandimizning go'zal bazmgohlaridan biri Grand Kumush restoranida meni Farida Boldizim va u kishiga xudo bo'lmish Ibodatxon va umijonlari yozilgan fayzli dasturxonlar atrofida barchalaringizni sog' salomat ko'rganimdan benihoyatda mamnunman. Bu kunlara yetganlar bor, yetmaganlar bor. Allohga ming qatla shukr, behisob shukrlar bo'lsinki, biz mana shunday davralarda o'tiribmiz. Bu davralar tashkil qilganlaricha uzoqda ishlab, mana Boldizim, mana Ibodatxonlar ham ancha yil ishlab, shu dasturxonlar yozganlar, barvaqt turishlar bo'lmasin iltimos. Barchamizni xonadonimizda mana shunday to'ylar bo'lish nasib qilsin. Avvalambor 18 ming olamni yaratgan Allohimga ming qatla shukr. Undan keyin mana Anabida hech qanday bazm jamshid yo'qdirki, bu kuy navolarsiz bo'lsin. Sharqoniy guruh solistlariga alohida rahmat. Xonanda, sozandalar barchalaringizga rahmat. Ovozlaringizga ko'z tegmasin. Bundan keyin zakazlaringiz zich bo'lsin. Hamma vaqt mana shunday davralar qizdirib yuringlar. Bahoraxon, sizga ham kattadan katta rahmat. Juda hurmat qilamiz. Iloyim, talantingizga ko'z tegmasin, ovozlaringizga ko'z tegmasin. Hayajondaman. Bu bazmgohni egalari ham ishlari hamma vaqt rivojli bo'lsin. Mana shunday chiroyli bazmgoh barpo etibdilar. Biz mana shida o'tirib to'y qilyapmiz. Hormay tolmay yurgan bu atroflaringizdagi ofitsiantlar ham chiroyli o'tirishibsa sababchilar. Barchasi ko'psilari studentdir, qayerdadir ishlayotgandirlar kunduzi, qaysidir oilasini boqayotgandir. Iloyim, hammalaringiz xizmatlaringizdan rozi bo'linglar. Bizlar barchalarimizni ko'nglimizni olayotgan oshpazlar, ularning qo'llari hamma vaqt shirin bo'lsin. Karyerni lestnitsada o'sib yuraversizlar. Mana shu xonadonni mana shunday chiroyli qilib, toza tarelkalar, toza vilkalari bizlar mana shunday toza qilib bergan restoran xodimlari uchun ham alohida rahmat. Iloyim, farzandlarini huzurini ko'rsinlar. Yaxshi niyat, yarim davlat deganlari shu bo'lsa kerak. Farida Boldizim ibodati qizchasini Samiraxonni maydachalikda ko'rib, shu qizni kelin qilaman deb niyat qilgan ekanlar. Qaranglarki, niyatlariga yetishib turibdilar. Samiraxon, Nozimjon, barchasizlar hamma vaqt baxtli bo'lishlaringizni xohlaman, tilab qolaman. Iloyim, baxtli bo'linglar.
Mani bo'ldizim uzoqda safarda yuriblar. Farzandlar har bitta ayol, har bitta ona farzandi ahil bo'lishni xohladi. Xonadoni tinch bo'lishni xohladi. Ana unda o'shlari tinch, yaxshi ishlab, sog' salomat keladilar, xudo xohlasa. Nozimjon, sen bu oilada hozircha единственный mushina. Keyinchalik o'g'illaring bo'lsa ham sen взрослый mushina bo'lasan. Sen tarozini ikki pallasida sana yaqin insoning bojing va endi suyukli yoring turadi. Agar bular yoshligiga olib ketib, biron narsa gapirib qo'ysalar, tarozini bir xil ushlashga mudri bo'lishi tilab qolaman. Samiraxon, Nargiza qizim deyisha haqqim bor. Nargiza qizim ozgina yaxshilik qilsak to'qida qaytaradiganlardan. Agar yoshligiga olib hamma ayollar tili bor, endi shunday xudoyim to'lib zarar yaratgan biron narsa nojo'ya aytib qo'ysangiz, xato bo'lsa, bo'lmasa ham apajon kechirasiz deb aytsangiz, bu sizni esidan ham chiqarib ketadi. No iloji bo'lsa bunaqa gaplar bo'lmasin. Nargiza qizim, sen agar hurmat xohlasang, izzat qilishni bil. Agar Xudo xohlasa izzat qilsang, mana shu yoshlar bilan apa, uka, bu ham bitta qiz, sen ham bitta qiz, yaqin bo'lib yurasizlar. Ilohim mana shunaqa qudochiliklar 1000 yilchilik bo'lsin. Hamma bizning xonadonimizda mana shunday kunlar bo'lsin. Rahmat barchaga. Endi qolganlar ojizlik qildi siz yoningizda, ko'rdingizmi? Ay yashay, hammaga gapirildi. Bitta qarsak chop qo'y, Alloh rozi bo'lsin. Hammaga oshpazdan tortib ofitsiantlargacha ularga duo qildilar. Alloh rozi bo'lsin. Shu duolaringiz farzandlaringizga yog'ilsin. Sizni ham Alloh shukrlar bilan siylasin. Qo'sha qaranglar, baxtli inson ekaningiz, shunaqa umr yo'ldoshingiz bor. Ko'z tegmasin. Chuqur-chuqur nafas olib turdingiz. O'zi bilinib turdi. Hisob. Endi bitta qaysi qo'shiq bo'lsa, maza qilib o'ynang endi chiroyli tilaklarga. Farqi yo'q, bugun doiraga ham o'ynaysiz. Ay yashay. Hamma, qaynona bo'lishingizga nasib qilsin. Marhamat, birgalikda tog'ajonlarimiz oilasi raqsga cholaymiz. Qani keting marhamat. Davra muntazir. Çalsın zurnalar, yan yana yan yana, oynasın gelin olsan, yan yana yan yana. Çalsın zurnalar, yan yana yan yana, oynasın gelin olsan, yan yana yan yana, 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 yan yana yan yana.
Bamboleio, bamboleia, perché mi affidato una pepe non mi pensi. Bamboleio, bambolea, perché mi affidato una pepe non, perché mi affidato una pepe non. E vive sì. Aziz Mahmudov, tashakkur isqoylab qolamiz. Bitta qarsak chop qo'yinglar san'atkorlarimizga. Shunday chiroyli go'zal taronalar charchamadingizmi? Alloh sevsin. Ha? Qoldimmi? Qo'y, marhamat. Xo'jayinim kalta qil deganlarga yana bitta sababchini aytish esimdan chiqib o'tibdi. Ming bor uzr. Ibodatxon, ibodat. Ibodati hali yaqinda, xuddi yaqinda o'tgandek, lekin 20 yillar o'tibdi. To'yda biz etib qo'ydik Umidjon darxonalarda. Hozir o'tirib eslab o'tiramanda, vaqt o'tishini qaranglar. Shuncha vaqt o'tibdi. Ibodat o'sha ibodat archadek turibdi. Ilohim hamma vaqt mana shunday bo'ling. Ilohim ko'nglingizdagi murod maqsadlaringizga yetib yuring. Sizga kuyov emas, o'g'il bo'lib keldi. O'g'lingiz bitta edi, endi ikkita bo'ldi deb tasavvur qilinglar. Mayli, sog' bo'ling Ibodatjon. Rahmat. Rahmat. Bu uchun kimga rahmat aytamiz? Umid akaga rahmat. Mana shunday asrab avaylab o'tirganlari uchun. Sog' bo'lsinlar, qo'shshapir badavlat bo'lsinlar. Niyat qilamiz, opa keling. Kelasi yili mana shu bugun, demak 25-oktyabr sanasida Farida opam beshik to'ylarini nishonlasizlar deganlar. Bitta qarsakni chalib qo'yasiz. Muborak bo'lsin. Shu tug'ilgan kunda aytyapman-da, mana shu tug'ilgan kun kelasi yili yana mana shunday qadrdonlar bilan nishonlash nasib qilsin, umringiz uzoq bo'lsin. Sog' salomat bo'ling. Navoiy san'atkorlarimizga davraga esa sizni xolalaringiz, tog'ajonlaringiz, qizlari, kelinlarni davraga taklif qilasiz. Marhamat, galdagi go'zal tarona Ibodatxonni xola tog'alarni oila a'zolari uchun yangraydi. To'ylar muborak bo'lsin. Marhamat. Tabriklar bor ekan. Keling, marhamat. Assalomu alaykum, marhamat. Xush kelibsizlar. Bu kun mana ikki tomonam o'zimizni qarindosh, urug' ular qo'shilishyaptilar. Shu 2 yoshga uzoq umr, baxt, saodat va juvonlik bo'lsinlar, ilohim. Bu kun ibodati jiyanimning tug'ilgan kuni. Sana uzoq umr, baxt, saodat. Mana shu farzandlaring huzur alovatini ko'r. Nima ko'nglingda qanaqa niyatlar bo'lsa, hammasi amalga oshsin. 2 yosh qo'sha qarisin, baxtli bo'lsin. Mana o'yinga ham sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar, bular boshida. Xush kelibsizlar. Rahmat. Rahmat tog'ajonimizga.
Tog'a misli padardir, hurmati jon qadardir. Do'ppillarni qo'ndirgan, tog'olikni do'ndirgan, jiyanlarga qarashgan, ne ish bo'lsa yarashgan deb tog'alarga aytishar ekan. Tog'ajon marhamat, o'zingiz boshchiligida tog'a xolalarni, oila a'zolarini raqsga cholib qolamiz. Marhamat azizlar. Marhamat, to'ylar muborak bo'lsin. Alıp çıktım bayana, bir hıcı geldi merdane. Alıp çıktım bayana, bir hıcı geldi merdane. İşkında bulup divane, işkında bulup divane. Ben seni alamam dedi, ama sen ölemem dedi. Ben seni alamam dedi, ama sen ölemem dedi. Ah hey. Ey kalbi boyuna can kurban, düm gelişken yanıp durgan. Kalbi boyuna can kurban, düm gelişken yanıp durgan. Özün yürekten urgan, özün yürekten urgan. Ben seni alamam dedi, alma sen ölemem dedi. Ben seni alamam dedi, alma sen ölemem dedi. Ah hey, şey şey. Ala göz boy boy boy, kara göz boy boy. Ala göz boy boy boy, kara göz boy boy. Ala göz boy boy boy, kara göz gel bere. Ala göz boy boy boy, kara göz gel bere. Ah hey. Gülmeyi aşığın yüzün, aşık kalsa bulmaz. Yürek bağrı güymese, bihuda yansa bulmaz. Semaden göt içine, yar sansa bulmaz. İşkım düştü yürekle, çıkarıp alsa bulmaz. Deryağa damla yaşlı, kaytarıp alsa bulmaz. Ala göz boy boy boy, kara göz boy boy. Ala göz boy boy boy, kara göz gel barı. Ah hey. Bale, şey şey şey. Hey, hey. Ey Osman'a qarab o'yna, oyoqlari to'kilsin. Seni yomon deganlar tom ustidan yiqilsin. Osman'a qarab o'yna, oyoqlari to'kilsin. Seni yomon deganlar tom ustidan yiqilsin. Bala bala tomday galin, oyoq yalay bolday gal. Bala bala tomday galin, oyoq yalay bolday gal. Dadasini fe'li yomon, bozorga ketganda yana. Dadasini fe'li yomon, bozorga ketganda yana. Ah hey. İşkıyla olar buldum, izledim yana yana. To'ylar muborak bo'lsin, sog' bo'linglar. Rahmat, rahmat go'zal xonim. Tashakkur izhoylab qolamiz. Aziz do'stlar, muhtaram mehmonlar, xonimlar va janoblar,
yana bir bora barchangizga xush kelibsizlar deymiz. Yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Alloh hammani yaxshi kunlar bilan siylasin. Ota-onalarimiz bizga bebaho mulk, aka, uka, opa, singillarni taqdim etganlar. Hozir men davraga Nozimjonni mehriboni bo'lgan opajonisi Nargizaxonni taklif qilmoqchiman. Siz bergan mehrni bermadi hech kim. Dard kelsa yonimda qolmadi hech kim. Baxtimdan quvonib kulmadi hech kim. Siz borsiz, yuragim topadi huzur. Opajonim mening, boringizga shukr. Xush kelibsiz. To'ylar muborak bo'lsin.